Teknomakondan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Assalomu alaykum, mehirlik qalbi bilan barchaga nur chashqan aziz anglag'uchilar. Assalomu alaykum, jafo mushaqqatlarni illiq bir kulimsirash bilan yengayotgan qadrdonlar. Shuncha uzundan sizlarni kutmoqdamiz. Men riyosatchi do'stlar Dinzat bek aziz. Hamisha anglag'uchilar xizmatida biz, men sirdishinglar Rana G'upur. Mana bugun programmamizni eng yorqin sahifamiz bo'lgan ulug'lar miroslaridan boshlamoqchimiz. Chunki bir oilaning farzandining o'sib yetilishi adab, axloqiy dal oila tarbiyasi bilan munosabatli bo'lgandek, har birimizni tarbiyalab o'stirganimi dal ulug' Uyg'ur xalqimizning ta'limidir. Diqqatinglarda muxbirimiz Güzel Nur Cüret tayyorlagan Uyg'urlarda oila tarbiyasi to'g'risidagi mazmunlar. Ajdodlar hikmati u mirosdir. Miros. Uyg'urlarning oila, kishilik munosabat odatlaridan oila istili va oila tarbiyasi. Uyg'urlar azaldan oila istiliga yuksak e'tibor bilan qarashga odatlangan. Chunki ular oila istilining to'g'ri yoki xato bo'lishi, o'z oilasining ro'naq tepishi yoki vayron bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi deb qaraydi. Shu sababdan har qanday bir oilaning a'zosi shu oilaning o'rtaq stil belgilangan doira ichida faoliyat olib boradi. Ailəyə mənsub ortaq stil hər bir ailədə ənənəvi halda şəkillənən bir xil ictimai adət olub, ailə əzalarının onunğa əməl qilish tələb qılınıdı. Ailə stili ailə tərbiyəsini öz içigə alıdı və şu arqılıq vücudğa kelidi. Uyğurlarda ailə tərbiyəsi mundaq iki mühim məzmununu öz içigə alıdı. Biri əxlaq tərbiyəyə əhəmiyyət bilan qaraş. Yana biri ailə şəcərəsiga varislik qılıb, avlodlarning əməli iqtidarını yetildirishga diqqət qilishdan ibarət. Ailə əzalarına əxlaqi tərbiyə elib beriş ata-ananing baş tartib olmaydigan müqəddəs burcu olub, Uyğurlarning ailə göz qarashida ataning izi baliq qaladı degan aqidə nəhayət güclük. Shu sababdan qoida usul bilmaydigan adabsiz bolalar chiliqsa, kishilar oldi bilan uning ata-onasini ayiblaydi. Uyghur ailələrdə yürgüzüldigan əxlaqi tərbiyenin məzmuni və dairəsi intayin keng bo'lib, umuman ailə əzalarını əmgəkcan, rastçıl, özara kuyimcan, ah köngül, aql parasatlik, ahli musulmon qilib tarbiyalashni maqsad qiladi. O'g'il bolani tarbiyalashni asosan dada, qiz bolani tarbiyalashni bo'lsa ona o'z ustiga oladi. Shuning uchun dada bo'lg'uchi o'g'lini kichik vaqtidan boshlab orqasiga agashtirib, jamiyat bilan ko'proq uchrashtirishga ahamiyat beradi. Adab axloq o'rgatadigan so'rinlarga birga olib boradi. Uyga mehmon kelsa, bolasini chaqirib, mehmonga adab bilan salom berishga da'vat qiladi. Mehmonning qo'liga suv berishni maqsadlik holda bolaga topshiradi. Uyg'urlarning nazarida qiz bola hamon talaning odami, ya'ni boshqa oilaga bola bo'ladigan bo'lg'achqa, qiz bolaning tarbiyasiga intayin ko'ngil bo'ladi. Shu sababdan ona bo'lg'uchi qiz bolaga kichik vaqtidan boshlab uy tozaligi, kir-qat yuyish, tomoq etish, tikimchilik qatorli ishlarni o'rgatadi. Qisqasi, Uyg'urlar orasida qadimdan tortib an'ana sifatida davomlashib kelgan bir yurish oila qoida usullari turg'izilgan bo'lib, keyincha islom dinining adab axloq mezonlari bilan zich birlashib amal qilishga tegishli milliy axloq odatiga aylangan. Bundaq odatlar Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti va klassik yozma adabiyotda ro'shan aks ettirilgan. Masalan, Yusuf Xosojibning Qutatxu belik dostonida mundaq beytlar uchraydi. To'li koni bir so'z masalda kelur, ati o'rni ati o'g'ilga qolur. Kishi yaxshi at birla olqish alır, yomon atliq olsa u qarg'ish alır. Durustlik uyat ham bu yaxshi qiliq, biriksa bu uchi bo'lur xushchilik. Aqlliq kerak ham bilimlik kerak, sexiylik kerak ham silihlik kerak. Xushal hayotda yashayman desang,
tirishqin hasaddan yiroq bo'l o'zing. O'g'ilni bekor bo'sh yurma sen qo'yib, bekorchi bo'lur u lag'aylab yurib. O'g'il qizga o'gat bilim ham adab, berur u anga ishki dunyoda nab. Demak, Uyg'urlar orasida oilaning ichi va sirtidagi butkul ishlarning hammasida amal qilishga tegishli qoida-usullar borliqqa kelgan bo'lib, u oila a'zolarining diliga putilgan xotirasiz asos qonundir. Shu sababdan u tarixdan buyon bir xil an'anaviy odat sifatida oila a'zolarining oila qoida-usullariga xilof ish harakatlarini ayiblash va cheklash rolini o'ynab kelgan ham kelmoqda. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Qadrli anlıqçılar, programımız yol qo'yilib mana bugungacha har qaysi yurtlarda o'z ona tilimiz uchun fidoyilik bilan ajr singdirayotgan azizlarimiz. Shundaqla balliqdagi o'yinlardan voz kechib, ona tilimizni o'rganish uchun eng zo'r tirishchiligini ko'rsatgan muhtaram farzandlarimizning unutilg'usiz iznasi har birimizni ta'sirlantirmoqda. Tövəndə ana til şeydallarının hikoyasi diqqətinizdə bo'lsin. Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabiga bir nazar. Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi muajiratdagi Uyg'ur tili maktablari ichida mayli tarixining uzunligi bilan bo'lsin, mayli taraqqiyoti bilan bo'lsin, ko'pni suyundirib kelyapti. Albatta, bu natijalar uzoq yillarning sinoqlari va tavlishida izchil tirishchanlikning mukofotidir. Maktab 1992 yılı 11 ayının 15 günü Ahmet Egamberdi qatarlıq vatanparvar o't yurak pishqadamlarning boshchiligida Avstraliya hukumatining iqtisodiy yordami va qo'llashida rasmiy qurilgan. Ularning ajrida ona til bog'chisiga tikilgan yumron ko'chatlar izbosar to'kpikorlarning parvishi bilan amdilikda baraqsonga aylandi. Hozir maktabdagi mayslar, chechaklar, g'unchilar, sabiylar va izchilar sinflari o'quvchilari, ustozlari Shadiya, Klara, Gulnur, Malikizat, Yulduz va maktab mudiri Zulfiya va ma'muriy ishlarda muyassar qatorliq pidokorlarning sabrchanlik bilan astoydil o'gitishi va xizmatida, pidoy onalar guruhining izchil yordamida, ota-onalarning qo'llashida ko'zga ko'rinarli natijalarga erishdi. Qo'l ko'ndirishdan tartib savad chiqarish, oddiy va murakkab jumlalarni tuzish, qisqa yozmalarni yozish va tarjima qilish, grammatika qoidalari qatorliq jihatda tayyor o'qishlik materiallari bolalarning saviyasiga moslashtirilib, jonliq o'rgatildi. O'quvchilar turli faoliyatlarga aktiv qatnashib, sap Uyg'ur tilida she'r va yozmalarni deklamatsiya qilish, maqol tamsil, latifa, chaqchaq, naqsha, zehn sinash va bolalar o'yinlarini namoyon qildi. Usul sinf o'quvchilari Gulnur va Imronning izchil o'rgatishida qizlar nafs Uyg'ur usuli bilan, o'g'illar jo'shqin harakatlari va samosilishi bilan jamoatga suyunish, umid beg'ishlasa, Avstraliya jamoatiga rangdor Uyg'ur san'atini tanishtirdi. Vatan millat ona til so'ygisi va g'urur iftixor tarbiyasi bolalarga kichigidan singdirilib keldi. Ona tiling ikkinchi eling degan bu hikmat bolalarning yumron qalbiga muhrdak o'rnamoqda. Tövəndə Cənubi Avstraliya Uyğur tili məktəbi oxucularının deklamasiyədən bir nəticəni diqqətinizlərə sunumuz. Assalamu alaykum. Mən Həmzə Seyfiddin. Mən sizlərə Quddus Safisinin ana til namlıq şeirini oxub bermən. Ana tilim, can tilim. Allah insan yaratqanda tang yaralğan can tilim. Həmdə canu cismimgə qandak taralğan can tilim. Zuvanimni oğu sütü birla açdım Uyğur bob. Ömürlikке, sadaqatke xas qaralğan can tilim. Namım Uyghur ve şoňmu tilim menge Uygurca. Yarlışsın muqaddas ve öz atalğan tilim sen. Hiç kimning yok haqqı, şoňa qulanmaysan deyişke. Kelsimu başımga qılıç, qaçmaydigan tilim sen. Gerçi bilsem şehitdirmen, Cenab-ı Haq emir üçün, maňa şunça ali şerep nişanlagan tilim sen. Seningsiz cismim cansız. Ruhimmu mutlaq cansız, sensiz günüm canğı zulüm, küyleydiğen tilim sen. Bayrağım sen, barlığım sen, yarığım sen, anam sen. Seni taşlaş münafıqlıq, qoğdaydiğen tilim sen. 12 noyabr. Noyabr tarixdiki bir yoruq tan. Muqaddas azadlıqqa yollar açqan. Yürekki
seni zulümning dünyasıga otlar çaçkan. Şu günü hoşal idi hamma odam. Yüzüde şat hayacan, yürekler çok. Elinin asmanida közne tartıp, lepildep turgan idi ay yıldız toq. Bar idi unda jangchi partizanlar. Bar idi neyzi tutkan pidailar. Bar idi aksakallık bovaylar hem yüreki otdek yangan kız juvanlar. Munberge çıkıp şunda elxan törem. Kışıda yaranları bulup hemdem. Kuruldu azat şarkı Türkistan dep. Dünyaga kıldı caka heyvat bilen. Hurra dep toluganda halkın tutaş. Hurra dep sada berdi hem tağı taş. Erkinlikka teşna bolup yetken elning közüde yaltıraytdı hoşallık yaş. Şu günler bolgan iken bir ganimet. Halkımız hürler idi vatan cennet. Vatanında özan hakim, özan han bop. Kısılmay erkin yaşaş kandak rahat. Noyaber halkımızın tam yultuzu. Kahraman onun her bir oğul kızı. Əsrlər danqı öçməz şu küllərinin yürekte yalqın bolup kaldı izi. Muhabbatdan o'zgiga yetmaydigan qisqagina hayotlik, harakat, tirishish va kurash demakdir. Biz uchun qimmatdir ma'nilik hayot. Ba'zilarimiz hamisha bir qism kishilarni ko'ribla Uyg'ur millatini hurun, har jihatlardan kamchiliklarga to'lgan degandek ayiblash xarakterlik iboralar bilan kamsitadi. Ammo o'zining qanchalik natija bilan yashayotganligi, qanchalik ilg'orligi bilan boshqalarning ehtiromiga erishganligini o'ylashib boqmaydi. Yat bir əldə, yat bir muhitda, yat bir tildə özlüksüz tirişib, dünyanın aldıda sanılıb kelivatqan oğul qızlarımızın hayatlıq hikayələrini anlap görsünüz, həqiqətən mu bizni gururlandırdı. Bu qitimliq mənlik ayol səhifimizdə dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayol sharpiga nail bo'lgan faxrlik Uyg'ur qizi Muyassar Xandon xonimning hikoyasining davomini anglaymiz. Rahmat. Bu səmdə şu Xandan degan taxallusingizning kelib chiqish to'g'risida bir qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Xandan degan aslida parischa so'z, aslidagi ma'nosi ejilib kulish degan ma'noda. Lekin sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin. Tilimizga o'rnab ketgan bir mavhum ma'nosi bor. Masalan, bulbul Xandan urib sayradi deymiz. Mayda zo'q-zo'q bilan sayraganini ko'rsatib. Bu sözni men Navoiyning she'rlarida, ya'ni klassik she'rlarda ko'p uchratgan. Bu gerçi men bu bir xil zo'q-sho'q bilan ejilib sayrash, zo'q-sho'q bilan kulish degan bir iboraga o'zim bek loyiq bo'lmasam-mu, ammo bu so'z meni bek jalb qilgan. Shunga to'rnomim sifatida dastlabda 2005-yillar bo'lsa kerak, shu chaqlarda ishlatdim. Undan keyin davomli ishlatib kelyapman. Men hozirgacha 15 yil bo'lib qoldi. Shu Xandan degan taxallusni ishlatyapman. Men mushu taxallusga loyiq bo'lish uchun tirishyapman. Bu bizning vatandagilar yig'layotganda kulish orzuyimiz bo'lmasdan, balki bir umid, ya'ni ko'nglimizdagi shu bir umidni yoshartish, vatandagilarni kuldirishga bo'lgan bir umid deb o'ylayman. Ya'ni buni men ishlatgan chog'imda hargiz buncha ko'p narsalarni o'ylamagan, ammo ishlatish jarayonida mushu taxallusni yashash uchun tirishyapman. Muyassar, endi bizning eng qiziqqan bir nuqtamiz dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayolning biri bo'lish. Bu qanday bir hissiyotdir? Mumkin bo'lsa, sizning shu nomzodlik ko'rsatilib, toki oxirgi bosqichda tanlanib chiqchi bo'lgan shu jarayoningizni anglovchilar bilan bir o'rtoqlashsangiz.
100 ayolning biri bo'lish degan qandaq hissiyat deganda, men buni bir alayda bir hissiyat deb o'ylamayman. Chunki mushu butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayolning biriman deb o'ylamayman. Bu yerdagi 100 ayolni saylash faqat dunyodagi necha million, hatto necha 100 million dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan ayollarning ichidan o'sha tanlovchilar o'zlari his qilgan, shularga vakillik qildi deb qaragan ayollarni tanlab chiqqani deb o'ylayman. Shuning uchun bu xabarni anglagan chog'imda men hayajonlandim, xush bo'ldim. Xush bo'lganim asosligi shu tizimlikka Uyg'ur degan bir ismning kirishi. Shu Uyg'ur degan ismni ko'rganlar Uyg'ur haqida izlanib, bizning ishlarimizdan xabardor bo'lsa, ozroq bo'lsin kishilarga o'zimizning hikoyalarimizni anglata olsak, shu muhim deb o'ylayman. Chunki bir musobaqa qatnashib, uningdan mukofot olish bir muvaffaqiyat, bir natija hisoblanadi. Ammo boshqalar tarafidan dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayolning biri deb tanlanish bizning qo'limizdan chiqqan bir natija bo'lmasdan, balki shu kishilarning qarashidagi bir natija. Men mushu chet elda xizmat qilayotgan nurg'un ayollarni bilaman. Ularning qilayotganlari mendan nechasi ko'p, nechasi muhim xizmatlar. Lekin bu tekshirib bekituvchilar meni loyiq ko'ribdi. Buningga rahmat etish bilan birga men bu tizimlikdagi o'rnimni butun ayollarning hammasi ilishga tegishli bir o'rin deb qarayman. Ondan bu jarayonga nisbatan aytganda bu menga nisbatan sizlarga o'xshash bir mavhum jarayon. Chunki men BBCdan ushur topshirib olgan chog'imda, ya'ni menga bir e-xat keldi. E-xat kelib mening shu Ayxan fondi va qilayotgan boshqa xizmatlarim, asarlarim haqida ma'lumot berishim haqida bir xat topshirib oldim. Topshirib olgandan keyin men bularni ham BBCning bir xabar ishlaydigan o'xshaydi bizning haqimizda deb o'ylagan edim. Chunki bundan burun mening bu Ayxan fondi va boshqa xizmatlarim haqida ancha-muncha ba'zi xabarlar chiqqan, balki shu xabarlardan xabardor bo'lib, menga shu xatni yozdi deb o'ylab, men tafsiliy bir doklad tayyorlab berdim. Men bu dokladlarni tayyorlab berishda har doim biz o'zimizning natijalarimiz bilan boshqalarni qoyil qilishimiz kerak. Hargiz doim yig'labla, uribla, boshqalarning his-tashlig'ini qo'zg'abla o'tmasligimiz kerak deb o'ylaganligim uchun shu dokladlarni tayyorlab beraman. Shu haqda xabarlarning ishlanishini yoqtiraman. Keyin menga shu nomzodlikqa tanlanganim haqida bir e-xat keldi. Men bu chog'da bek hayron qoldim, chunki men bu dokladniki buning uchun ekanligini o'ylamagan edim. Keyin Fransiyadagi Dilnur o'zidan Uyg'urlarning ichida, Uyg'ur ayollarining ichida shu sohalarda xizmat qilayotgan, ta'sir ko'rsatayotganlardan bir qanchani nomzodlikka ko'rsatish haqida xat topshirib olib, meni qo'shib nomzodlik ko'rsatganligini aytdi. Men buningda Dilnurning to'kpisini zo'r deb o'ylayman. Chunki ular shu nomzodlarni bekitgan chog'da har bir rayondagi yoki har bir shu bir top kishilarning orasidagi, bir jamiyatdagi kishilardan o'zlarininki aloqa doirasidagi kishilar orqali nomzodlarni bekitadi ekan. Men bularning aloqa doirasidagi kishilar orasida Dilnur bor deb o'ylayman. Shuning uchun Dilnurning ko'rsatgan nomzodlarning orasida men bor ekanman. Bular shu nomzodlarning orasida meni loyiq ko'ribdi. Shunga bu jarayon menga bek aniq, bek tushunishli bir jarayon emas, ammo hammamizga o'xshashlar, ya'ni bir intayin hayajonli, intayin xushalliq bir xabar bo'ldi. Bo'libmi meni eng xush bo'lganim bu nomzodlikqa tanlanib keyin oxirgi bosqichda shu tizimga kirganim bo'lmasdan, balki boshqalarning men uchun, boshqa Uyg'urlarning men uchun qanchalik xushal bo'lganligi. Oxirida men bu natijani e'lon qilgandan keyin nurg'un kishilar meni tabrifladi. Hatto ba'zida rahmat aytib ulgurib bo'lolmadim. Menga uningdan boshqa xatlardan boshqa nurg'un sovg'atlar keldi. Turkiyadagilar gullarni avatdi. Nuzgum jamiyatidagi Munavvar odam o'zi kelib uyimizga menga ton bilan bir Nuzgumning izbosari degan medalni sovg'a qildi. Bulardan bek hayajonlanib, bek xush bo'ldim. Asosli xush bo'lgan, ta'sirlangan yerim, biz Uyg'urlar shunchalik bir suyumli millatkamizki, biz birimizning natijamizdan yana birimiz xuddi o'zimiz natijaga erishgandek xush bo'ldik ekanmiz. Shunda hayajonlandik ekanmiz, tang shu xushallikni yashaydik ekanmiz. Balkim hamma millatlarda bundoq bir
umumiy kayfiyatning bo'lishini atayin, balkim biz sirtda shu xabarlarni bek ko'p anglab ketib, mushundaq bir xil holatga kirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, men millatimdan yana bir qitim faxrlandim, yana bir qitim suyundim, yana bir qitim xush bo'ldim. Rahmat sizga Muyassar. Bo'lsa shu oxirda sizning barliq anglag'uchilarimizga va chet ellarda muajirat yashayotgan vatandoshlarımızga qandaq yurak so'zingiz va yoki fikr talablaringiz bor, shu orqali ziyoratimizni oxirlashtirsak. Bo'ldi, balkim chet ellarda yashayotgan suyimlik Uyg'urlarimizga mening tavsiya berish, mening bir so'zlarni qilish bir salohiyatim yo'q deb o'ylayman. Lekin shundaq bo'lsa-mu, men hammamizning intayin umidvor bo'lishimizni umid qilaman. Yana biri men Uyg'ur ayollarining intayin kuchli bo'lishini umid qilaman. Chunki ayollar bir oilaning intayin muhim bir a'zosi hisoblanadi. Men bayam opamning menga ko'rsatgan ta'sirini dedim. Agar opam intayin ojiz bir ayol bo'lgan bo'lsa, balkim meni tarbiyalash jarayonida buncha ko'p narsalarni singdirmagan bo'ladi. Ayollar mayli qandaqli vaqtda bo'lsin, haqiqatan o'zining kuchini ko'rsatyotidi. Ammo hozir vatanning kelgan shum xabarlarning, oila parchalanishlarining ta'siriga eng ko'p uchrayotgan Uyg'ur ayollarimiz yanala o'zining qaysarligini ko'rsatib, eng muhim vazifa bo'lgan bolalarni millatga eng loyiq avlod qilib tarbiyalash uchun bor tirishchanlik bilan tirishishni umid qilaman. Shundoq bo'lgandilar biz bir kuchlik avlod asosiga ega bo'la olamiz. Ya'ni ayollarimiz bilini qo'yib etmasa, ayollarimiz tushkunlashmasa, bir oila tushkunlashmaydi, bir oila tik tura oladi, bolalar tik tura oladi. Rahmat. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bar gulning uzlig'i, dil xonasida saqlanar abad. Edebiyat dünyası. Ey ana til bizge sen halgan ulug'lardin nishon. Sen bilen ruhi ziminda iftixorlang'im kelar. Burunqi zamanda bir cho'ng boy bor ekan. U doim Xudodan asan dunyo bersan olaman, jafo chekishdan o'zing saqla deb tilaydi ekan. Va aysh ishrat kayf safo bilan kun o'tkazdi ekan. Kunlardan bir kuni o'z ko'nglini ko'tarish uchun ovlashga ketib etib, cho'lda yer haydayotgan bir qovul dehqonga yo'liqibdi. Boy uni qo'lga tushirmoqchi bo'lib, ichida bir shumliqni o'ylashga kirishibdi. Dal mushchaqda qo'shning tishi bir narsaga qattiq urilibdi. Dehqon shunda qarsa, qo'shning izidan yo'g'on bir ko'za ko'rinibdi. Ilib qarsa, lip-miliq oltin ekan. Buni ko'rgan boy ko'ngilda "Tiligim ijobat bo'ldi" deb xushalliqdan terisiga sig'may qopdi va hong-tong bo'lib turgan dehqonga: "Ey, bu meni ota-onamdan miros qolgan ya. Sana bu yerni haydashga kim ruxsat berdi? Ha? Sen o'g'ri, bu yerni haydab, ko'mib qo'ygan oltinimni o'g'irlamoqchimiding?" deb dehqonga eslabdi. Dehqon o'zingni xarqig'icha kuchingni xarqig'in debdikan. Har nima topsam o'z kuchim bilan topay deb ko'zni oltin bilan boyning xurjiniga silib beribdi. Boyning og'zi qo'lqiga yetib, darhol uyiga qaytibdi-da, ishkir qaznoqqa kirib, ishik to'nlikni mahkam etibdi. Va xurjinning izmisini shundoq yeshishiga uning ichidagi ko'zdan mig'ildab harla uchib chiqib, boyning bosh ko'zidan chiqib, qapoqdek ishishdi etibdi. Boy ming tasdan uydan qaytib chiqibdi-da, odamlarga ko'zni ko'tartkizib, dehqondan o'ch olmoqchi bo'lib yo'lga chiqibdi. O dehqonning uyiga kelib, o'giziga chiqib, "Meni chaqqan hara senimi chiqib boqsin" deb to'nglikdan to'kibdi. Dehqon uyda ishga. Qarsa to'nglikdan oltin kumushlar jaranglab tushib, uyni lip-miliq to'shqizib etibdi. Buning bilan dehqon nihoyatda yaxshi turmush kechiribdi.
Aram tamaq bay bolsa, her çaqqan bədəninin ağrışıdan saqyanmay ölüb ketibdi. Aziz anlıqçılar, her gününlərə xatırcamlıq və nəticələr tiləş bilən bu qıdamlıq proqramımızı axırlaşdırmaqçımız. Kelər qıdamlıq anlatışımızgacha sizlarni kutamiz. Sirdishonlar Dinzat Bək Aziz sizlar bilan birga. Kelər qıdamlıq proqramımızgacha Rana G'upur yanımı güzel məzmunlar bilan sizlarni kutadi. Xeyr do'stlar, ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Tal bolsun men üçün Kaşlarının eğimleri hilal bulsun men üçün Kirpigimden kanat yasap pervaz kılıp uçayrasa asmının bu Tağmin süydek sılal bolsun men üçün Kirpigimden kanat yasap pervaz kılıp uçayrasa asmının bu tağmin süydek sılal bolsun men üçün Yaşım bilen su sipey Asmandaki kepterge Yüreğimni dan itey Salkın şamal ilip kelgen Yedlerini bergin bana Sana aşık Yollarında ümidimni can itey Salkın şamal ilip gelgen Yedlerini bergin bana Sana aşık yollarında ümidimni can itey Sana aşık yollarında